Tartibelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. Birinchi bölüm. Birinchi qism. Biz arzu qilayotgan baxt ham xotirjamlikning manbasi dal qalb tinchligidir. Amaliyotda hayotimizdagi nurg'un ziddiyat, azob va muhabbat biz yengolmayotgan shaxsiyatchilikning qalbimizni malmon qilayotgan holatidir. Shunga haqiqiy baxtga erishmoqchi bo'lsak, eng avval qalbimizdagi shaxsiyatchilikni yengishimiz kerak. Havas qilish orqali o'zimizni ilhomlantirib, texmi mukammallashtirishga bo'ladi-ki, biroq havas o'tlari hasad gulxonlariga tutishib, o'zimizning o'zganing hayotini xonavayron qilib, kul kabi to'zitib yetishga bo'lmaydi. Mevluda yengidi. Qanslar hocam. Mevluda arzu qilganda qiz tug'di. Menga ber. Muborak bo'lsin Kamil efendi. Qiz navarlik bo'psiz. Qosh ko'zlari, eg'iz burunlari opsiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekan. Qo'lingizga elib, ko'tirib ko'rib boqamsiz. Kamil bayning qarashlari boshqacha bo'lib, navirlik bo'g'inidan hech xush bo'lgandek ko'rinmaydi. Aksicha, qopqidan muz yog'dirib, ikki qo'lini orqasiga qilib, eg'ir tinib qo'yib, yangidan dunyoga ko'z ochgan omoq navrisiga qarab qo'ymasdan, balini ko'tirib turgan Sardarga shundoq dedi. Bugundan boshlab sening ikki qizing bo'ladi. Bu balani ep ketib, sen bola qilib olgin. Bu yerdami ishlama. Shaharga ketgin. Bu yerdan qancha yiroqqa ketsang shuncha yaxshi. Ham bu ishni hech kimga tinig'uchi bo'lma. Uqdingmi? Lekin Mavluda xonim buningga nima deydi? Yana kelib, men xotin bolalarimni sizning beg'ingizda ishlab topgan shu ozg'ina pul bilan aram beqib kelyapman. Endi bu bola qo'shilsa, bolaning beqish rasxotidan ansirmasang bo'ladi. Bolaning barliq beqish haqini men sana yetkazib beraman. Hozirning o'zida yo'lga chiq. Boshqalar gap so'rag'idek bo'lsa, hech nima dema. Bo'ldi ket. Kamilbay qo'shimizni turib shularni dedi. Sardar qo'lida chehridan nur chechib yotgan bovoqqa qarab qo'yib, uning peshonasiga mehr muhabbati bilan birni so'ydi. Va Kamilbayga xush aytib qo'yib, orqasiga o'rilib mengibdi. Kamilbay: "To'xta. Mavludaning asli qizining ismini Ipar qo'yg'isi bor edi." U shu gapni qilib, Sardarga qarab beshini yenik langishitib qo'ydi. Sardar "Tushandim" deganni qilib, ko'z chimchiqiltib qo'yib, orqasiga o'rilib, yangidan dunyoga ko'z ochib, o'z onasining so'yishiga va hidini elishga noil bo'lolmagan bu ta'tir peshani qiz bovoqni ko'tirganicha ketib qoldi. Kamilbay Sardar ketgandan keyin yuragiga bir narsa sanjilgandek bo'lib, maydasini chin qamallig'icha tamg'i yo'linib o'ltirib qoldi. Va ko'zidan ilojsizlik, azoblanish, talmirish aralashgan yoshlikning iznasi bo'lgan yuzidagi siziq qo'riqchilardan sirg'ib tushishga boshladi. Sardar shu ketganicha xotini va qizini elib Udol shaharga ketdi. Shunda qilib Ipar o'z onasining yuzini ko'ramay 20 yoshga kirib qoldi. U o'zini beqib olgan oilani o'z oilam deb biladi. Ham hozirgacha bu uyda birarsi uni "Sen o'gay qiz, sen beqib olingan qiz" deb baxmagan edi. Shunga u o'gay opasining qattiq quruq gaplarini eg'ir olmaydi. Ammo ba'zida turib, "Men o'gay bola emasdirman ha. Opam nemishqa meni yoqtirmaydigan-do" deganlarni o'ylab qoladi. Kallasiga shunda xiyollar kelgan hamon beshini birini chayqib etib, o'z ishiga mashg'ul bo'ladi. Uning maktabdagi o'qishi alohida yaxshi edi. Muallimlari bu o'quvchisiga qavatli amroq edi. Biroq afsus, uning go'zal maktab hayoti opasining "Seni o'qitimiz desak, gadangich qarzga bo'g'ilib ketgidekmiz. Shunga bo'ldi, endi o'qimag'in. Yaxshi ishlab dadangning bank qarz, yuqori o'simlik qarzlari degandek narsalarni dadangga yordam qilib qaytardiganning ishini qil.
baribir maktabda yaxshi o'qib diplomlaringni olsangmi, u quruq qog'ozlaringda qo'zaq to'ymaydi. Maktabni a'lo natija bilan bitirib, diplom olganlarning holini ko'rdik ana. Piyazxonning o'g'li G'uji binokorlik kasbida o'qib, diplom kinishki-pinishkilarini to'liq ilib, o'qish bitirib qaytib kelibdi-kan. Onasi Piyazxon, "Voy, mening balam kelgusida injener bo'ladi. Keyin sizlar mening balam loyilab solgan igiz binolarda o'ltirsizlar. Voy, mening aqlliq o'g'lim, voy, mening peshonasi o'ng o'g'lim" deb zuvoni bir besiqmagan edi. Keyin qanday bo'ldi? İnjener bo'ladi deb mahallani qallimizga kelgan bu bola hozir o to'tkoch eg'zida Navoiy ustamga shogirdlik kirib, hunar o'rgangil turibdi. Nimishqa, ha? Men qara qizim. Dadang bilan ikkimizmi qari qo'saq. Maktabni boshlang'ichgacha o'qib, ota-onamizga yordamlashib, kichik tamashdek qo'llarimiz bilan etiz eriq, eg'il-peg'ilning ishlarini qilib cho'ng bo'lgan. Ha? Mana hozir sallatdak ikki qizni beqib cho'ng qilib qatorga qo'shdik. Şuna cinim balam, senmi emdi okumagın? Senin o'rningda asli açan o'qisi bo'ladi. Açan o'qimay sen o'qiyman deysangmi toza adil bo'lmaydi. Maktabga to'laydigan shu pulni dadangning qarzlarini to'laydigan ishiltayli. Bankidan kunda telefon qilyotidi. Qarz egilarimi dadangga aram bermay pul suylayotidi. Tasaddubiy qarzdorlarning ochig'i tutib, dadangga bir ish qilib qo'ysa, yurging chidamdi, ha? Nurxonning hiylagarlik bilan meshildab turib degan so'zi bilan 19 yoshida oxirlashgan edi. Ammo ochisi Yulduz bo'lsa, opasining maktabda yaxshi o'qigan, keyin idora organlarida ishlab qolsang, to'mir tovuqing bo'ladi deganlarga parvo qilmasdan, maktabdami yaxshi o'qimay, maktabning qoida nizomlariga xiloflik qilgan qitim soni ko'p bo'lib ketganligi uchun maktab uni o'qishdan chekindirgan edi. U singlisi Iparga hasad qiladi. Shundaqdimi, uni bak ifodalab ketmaydi. Mana, Ipar bugunmi odati bo'yicha atdigan o'rnidan turdi. Ishqi kechikib qolib, xo'jayinini noumidda qo'ymaslik uchun shuncha tez tayyorlik qilib mangan bo'lsa-mu, opasi uni to'xtatib elib, atdiganlik nashtalik tayyorlashqa. Ondan ustallarni tozalab, oshxona uyni ratlab etib, mengishini aytib, changtirib oldi. Ipar, ocham yordamlasin, ishqi kechikib qolaman degan bo'lsa-mu, Nurxon qattiq quruq gaplarni qilib, Iparga qildiradigan ishlarni qildirib, ondan yo'lga soldi. Yulduz bo'lsa, hech nimadan g'ami yo'q qalda. Aynakning oldiga kelib kiyim tanlab, yarashmasi cho'rib tashlab turadi. Nurxon Ipar ketgandan keyin qizi Yulduzning yoniga kirdi. Atigandan kechgacha aynakning oldida yurgan. Maktabda yaxshi o'qu desam, shuni qamlashtiramay. Shu injimariq singlingning oldida o'qituvchilaringning tanbiklarini olib izoga qilib yurdim. Seni deb Iparnimi maktabdan chiqarib oldim. Amdilikda ya xizmating yo'q, ya beshingga omad qushi qo'nib boy bira loyig'ing yo'q. Kunda yasinib tarinib Pashaxonning jiyan qizi Mo'rmas Nafisa bilan yuriysan. Hay, o'sha sho'ri qurg'urdan yiroq tur debmi gapimni o'tkazib bo'lamidim-ku sana? Voyjon, opa, bo'ldi qisangchi. Bir gapni oshkisi bo'lsa, Ipar Nafisani deydi ekansan. Nafisa sening ko'zingga sig'mag'ini bilan o'z singlim Ipardan yaxshi jumi? Meni ishlar davamigina nada ishlayman, ha? Bir shirkatga berib, men maktabda yaxshi o'qimagan, og'in unvon diplomlarimmi yo'q. Men Nurxon, ayaq, men Nurnisaxon abayning qizi, shu meni xizmatga olsanglar bo'lmaydi, demdim. Men Iparga o'xshash ko'cha bo'yidagi qozon beshida bira yuz chivin qo'ng'ildab yuradigan, boy esilzodlar qarsa, burnini etib mangdigan undoq yerlarda ishlab yurmayman. Menchu qara apa. Boy, qamlashgan yigitdan birini keltirib shuningga mukkida tegib olaman. Unda qarang-sarang yerlarda ishlab yursam, beshimga qo'nadigan nadik omad qushkan u. Qog'im uchib ketib, "Voy, ma'u qizni o'zi oydak chiroyli turib ishlayotgan yerini" deb po'qinib atvolab beshimga chechmasam-mas. Ay, bo'ldi apa. To'la ushaq gap qilmayman pul bagini. Yenimda avtobus qo'ltirg'idakmi pul yo'q. Pul degan. Menda pul yo'q. Boy Iparning so'mkasiga qarab baqqandim, 70 yondek pul turadi. Berib sanlingida, shu basin. Hay, ondan so'rab baqa, bu oylik ish haqini qachon oladi ekan? Uyda ko'mir qolmadi, ko'mir olmasa qishdan o'tamaymiz. Ana bola ishkaylarni shu paranglarni qilishib, Yulduz opasining yuziga birini so'yib qo'yib,
somkasini ko'targanicha singlisining orqasidan qo'g'lab chiqib ketdi. Qizi Yulduz chiqib ketgandan keyin Nurxon g'amkin bo'yin qisib o'ltirgan eri Sardarning yoniga kelib, uning beqinini noqib, ishkirdagi uyga boshlab kirib, ikki qo'lini beliga terib turib, Sardarga qaqshashga boshladi. Ay adam, qachonli qarsin mushundaq lingtasmidek o'ltirishni bilamsiz siz? Qandaq bo'ldi? Kamilboy bilan aloqalasha oldingizmi? 1 yil bo'ldi, bizga urdigan puldan xabarmi yo'q? Navirsini 20 yil o'zimning qizidan chora ko'rib baxtim. Potlisini cho'ng qilib elibli qarasini ko'rsatmayotdi bu qeri. Ay, bo'ldi qisingizchi. Elim bizga 19 yil ishparning beqish rasxoti deb oyda 5000 yuandan pul berdi. Bechora qizim o'zining haqidan bir mo'chamni xajlab baxmadi. Hammani biz xajladik. Endi bo'lsa insof qilayli. Bundan keyin ishparning haqning qizi, haqning potlisi deyman. O 20 yil burunla bizning qizimiz bo'lgan. Kamilboy pul bermasa mayli. Qarzlarimizni o'zimiz bir amal qilib qaytaramiz. Baribir u qarzga ishpar bizni bo'g'ib qo'ymagan. Hammasi siz dot xotinning ishi. O necha yiqqan pulni bekadan bekaga do'kon olaman deb xalqning oldam xaltasiga tushib, pulmi yo'q, do'konmi yo'q o'ltirdingiz. Siz yana bo'ldi bas. Og'zingizni yuming. Sizning qizingiz ishpar emas, balki Yulduz. Qachonli qarsa qizim ishpar deb yurgan. Ay biroq etim Yulduz deganingizni bilmayman qo'zadi. Ashu shun peshoniga Yulduzning sutini emdirib, oq sutimdan ayirmay beqib cho'nqib qo'ydim. O qerining bizga beqish haqqimizni berish haqiqat. Bermay qutulanmaydi. To'li qo'lqimning yanida pashidak g'o'ngildimay, berib o qerining izlariga qilib beqma. O'lgan bo'lsa o'lganlik xabari. Hayot bo'lsa o'zin tepib pulning ishin aniq deyishib keling. Qo'ping ha. Kötüge tağa isip qo'ygan mo'zaydik ig'angshib o'tamay. Voy hey, mening qon bisimim, voy hey. Voy menga, qo'pinga. Nurxon shularni degach, Sardarning dumbisidan ittirgancha uydan chiqarib o'tdi. Sardar ikki qo'lini chapinining yengiga silib, geralashtirib, ko'zining atrofida lig'irdab qolgan yoshlarini ichiga yutqash maqmoqda edi. İhbarning ish o'rni uyga yaqin bo'lg'ashqa, yugurib degidak mengib birdamdala kep bo'lgan edi. U endi oshpuzilning ichiga kiray deb turishiga Yulduz hasrab hömediganicha yugurib kelib uni ve apsının beşinin ağrıvatqanlıqını, şuna doğru eliş üçün pul berişini dedi. İhbarı gap qilmay, somkisidan 50 yuanni chiqarib tanglabedi. Yulduz ihbarning somkisiga qo'lini tiqib, qep qolgani 20 yuanni elib olib, xo'sh amsa deb qo'yib ketib qoldi. İhbar, "Hay bu" degandan boshqani deyamay turibli qoldi. Aşpuzulning xo'jayini Gulboston xonim Yulduzning ihbarning pulini elib ketganligini ko'rgan bo'lib, u qozonga selayotgan quymoqini joyiga qo'yib, qo'lini partiqqa surtgach chiqdi va ihbarga qarab beshini chayqadi. Singlim, bu sening dudligingmi yoki oqko'ngilligingmi? O'z ochang turib seni mushundaq bo'zaq qilibsa, qarab turganing nemisi? O'gay bo'lsang-ku bo'pti, seni bo'zaq qilgan bo'lsin. Lekin sen o'stirib ba'zida Nurxon bilan Yulduzning sang tutgan muomalasiga qarab, seni o'gaymikin deb o'ylab qolaman. Yulduz ishqonlarning xarakteri osmon zamin farqlanadi. Afsus, undaq emas-da. Sen olmadak chig'ingda dadang opang mushaga ko'chib kelgan edi. Ishqonlar bir onaning bolasi turib, nemishqa buncha o'xshamaydigansizlar. İhbar Gulboston xonimning afsuslanish ichida degan gaplarini anglab, ko'zida bilinar-bilinmas yosh agidi. U ichidan mijildab kelayotgan yeshini tasdi ichiga yoshirib, yuziga saxt kulgi yugurtib, Gulbostonga qaradi. Bo'ldi acha. Ko'ngil g'ash qildigan gaplarni deyishmayli-chu. Men ba'zida sizga o'xshash o'zimni onam bilan dadamning beqilgan bolsimikin deb o'ylab qolaman.
Lekin anam menga qo'polroq tekkini bilan dadam undaq emas. Balkim anam Yulduz achamga amroq bo'lganlikdan shunday qilgan bo'lishi mumkin. Xuddi anam achamni yaxshi ko'rgandek, dadam meni yaxshi ko'rdi-ku. İpar o'zini aldab, shu gaplarni deb bo'libla, ishlayli debla kirib ketdi. İparning oshpuzilga kirib turishiga, oshpuzil oldidan yashangan bir bovay hassiga tayanganicha o'tib ketdi. U bovay boshqa biri bo'lmasdan, balki 1 yil yo'qab ketgan Komilboyning dal o'zi edi. U atrofidagilardan so'rab yurib, Sardarning uyini tepib keldi. Navrisini ko'rish istak hayojanida o'zini besib olamay, titrab turgan qo'lini eshikka aran uzatdi. Necha qatim eshikni urgan bo'lsa-mu, ochadigan odam yo'qligini bilgan bovay, umidsizlanib orqaga yanmoqchi bo'lib turganda, Nurxonning g'ayvatxo'r qo'shnisi Pashaxon uchrab qoldi. Voy tag'a, to'xtasizlar. Kimni izlab kelgandilar? Sardarni izlab kelgan edim. Ayolning ismi Nurinsaxon. Ya'ni Nurxon. 2 qiz bor edi. Ular uyda yo'qmi yoki xato kelib oldimmi? Mundaq desizlar. Dapmidal to'g'ri tepib keliblar tag'a. Ular mush uyda o'ltirdi. Biroq hozir ular uyda yo'q. Haras, jiddiy ish bo'lib qolsa, ko'cha to'qisidagi kichik oshpuzilda ularning kichik qizi İpar ishlaydi. Shu yerga berib baqsizlar. İpar? Voy ajab hayron qoldilar-ku. Ajaba silimi biladigan o'xshamamdilar. Bu Hazar Zulnurakning bechar İparni izib taksaydiganligini. Cho'ng qizi bulungmi buling, do'qimi do'qida kas-kemas tayinliq marazlar bilan ko'ngli ichib yuradi. Kichik qizi jafokash İparim kechami kunduz ishlaydi. Tanışılmayan cahanda bu. Tağa, amsa meningmi ishim bor edi. Sizlar menga emaslar. Udul mengib solga qayrıslari shu to'qidagi kichik oshxona shu. Bovay Pashaxonga rahmatini bildirib, Udul navrisi İpar tarafga qarab ketib o'tadi. Uning ko'zlari İpar degan ismni anglash bilan boshqadan nurlanib, janiga jon qo'shilgandek bir hayajonda assig'imi tayanmay tez qadamlar bilan oshpuzilning oldiga keldi. İpar bir bovayning oshpuzilning oldida o'ziga qarab ko'z yoshi qilayotganligini ko'rib, tozlayotgan ustalni joyiga qo'yib, bovayning oldiga keldi.